Amerika va Xitoy o'rtasidagi jiddiychilik bag'ansiri yuqori pallaga ko'tarilyotidi. Ham o'q-dorilarning purqimi paydo bo'lyotidi. Bosish xarakterlik xabar bo'lsa, Amerikaning eng chong mediasi bo'lgan CNNning xabar qilishicha, Amerika istixborot organi Xitoy hukumati yushirib qo'ygan zaharli virusning avrishkisini saqlaydigan gen sonliq ma'lumot ombirini qo'lga tushiribdi. Bu gen sonliq ma'lumot ombiri intayin sirliq bo'lib, 2019 yili 9 oyning 12 kuni yarim kechida Xitoy hukumati intayin jiddiy shaklda Wuhan shahridagi virus tajribaxonasidagi 2200 dan ortiq zaharli virus avrishkilarini va uning gen sonliq ma'lumotlarini butunlay yo'tkab ketgan. Ya'ni shu yili 9 oyning 12 kuni yarim kecha soat 2 dan soat 4 gacha yo'tkab ketish jiddiy harakatini ilib borgan. Amerika hukumati va xalqaro jamiyat Wuhandan tarqalgan virusning butun dunyoga yangrab ketishi va bu ofatning manbasini surishti qilish uchun Xitoy hukumatidan ko'p qitimlab Wuhan shahridagi virus tajribaxonasining gen sonliq ma'lumot ombirini topshirishni ko'p qitim talab qilgan. Hatto xalqaro sahiya tashkilotimi ko'p qitim bu sonliq ma'lumot ombirini maxsus so'ragan. Ya'ni xalqaro sahiya tashkiloti Xitoy hukumati mush bir qancha yilning ichida Wuhan shahridagi virus tajribaxonasida tajriba va tadqiqot ilib borgan 2200 dan ortiq zaharli virus avrishkilarini va uningga munosabatli sonliq ma'lumotlarni topshirishni talab qilgan. Lekin Xitoy hukumati rad qilib etgan. Ishingni qil degan. Lekin bu qitim Amerika hukumatining istixborot organlari Xitoyning zaharli virusga munosabatli gen sonliq ma'lumot omborlarini to'liq qo'lga tushirgan. Ayni vaqtida Xitoy hukumati tajribaxonasidagi zaharli virusning avrishkilari va uning sonliq ma'lumotlarini yo'tkab ketgan bo'lsa-mu, shu yo'tkab ketgan ma'lumotlarni Amerika istixborot organlari qo'lga tushirib olgan. Mana buningdan Amerika istixborot organlarining texnikasi va iqtidorining qanchalik yuksak ekanligini tasavvur qila olamiz. Yana bir ehtimol bo'lsa, Wuhan shahar virus tajribaxonasidagi muhim asosliq ma'lum xodimlar Xitoy hukumatidan yuz o'rib, butun sonliq ma'lumotlarni Amerika hukumatining istixborot odamlariga topshirib bergan bo'lishi mumkin. Dokladda bu to'g'riliq aniq tushuncha berilmagan. Kuzatuvchilarning faraz qilishicha, Amerika hukumati eng yuqori texniklarga tayanib turib, Xitoyning zaharli tajribaxonasidagi sonliq ma'lumot va avrishkilarni ilib ketgan deb qaraydi ekan. Xitoyning Wuhan shahridagi zaharli virus tajribaxonasining gen sonliq ma'lumot ombirini qo'lga tushirishi bu bir bosish xarakterlik xo'sh xabar bo'lib, Xitoyning bir qancha yil virus tadqiqot ma'lumotlari orqali hozirgi dunyoga tarqalgan zaharli virusning manbasini topalaydi ekan. Ya'ni bu sonliq ma'lumotlar orqali koronavirusning munosabatini va buningga qanday o'zgartirish kirgizgan, sun'iy shaklda maxsus zahar yasaganmi degandek savollarga javob tepish uchun bu qo'lga tushirgan sonliq ma'lumotlar intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Bu qo'lga tushirilgan sonliq ma'lumotlar asosan Xitoy yoziqida bo'lib, buni bilish va tadqiq qilish uchun bu sohaga munosabatlik va bu Xitoy yoziqini yaxshi taniydigan alohida maxsus ixtisosli xodimlarga ehtiyojli ekan. Bexatarlik talabi intayin yuqori ekan. Virusga munosabatlik bu xizmatning natija va xulosasining dokladini Joe Biden apandimning 8 oyning oxirigacha virusning dokladini topshirish kerak degan talabiga ulgurtmoqchi ekan. Xulosa kalam Amerika istixborot sohasiga nisbatan bir mo'jiz xarakterlik xizmat yaratgan bo'lib, bu qo'lga tushirgan ma'lumotlarni bundan keyin tadqiqot bosqichida davom qiladi ekan. Natijada bu dalil isbotlar orqali Xitoy hukumati butun dunyoga javob berish so'roqdan qechib qutulolmaydi ekan. Undan boshqa mushu bir qancha kun ichida Amerika Xitoy o'rtasida har qaysi sohada keskin talash tortish bo'lib, vaziyat bag'ansiri jiddiylashib ketmoqda. Buning bir misoli Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi yig'inida Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi, Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri
va Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken efendimlar bilan chapan silib kanay bo'g'ishqidek bo'lib ketgan yig'in maydonida. Tunugungi bu yig'inda ikki davlatning bosh tashqi ishlar ministri Wang Yiga qarata Uyg'urlar to'g'riliq, Tibet to'g'riliq, Hong Kong to'g'riliq, Tayvan to'g'riliq Xitoyning ilib berayotgan jinoyatlarini yuziga sap turib qattiq ayiblagan. Wang Yi o'rnidan sakrab turib ketib, Xitoydek cho'ng davlatga qara chaplayapsizlar. Xitoy davlatining ichki ishlariga aralashyapsizlar. Biz buningga chidab tura olmaymiz. Sizlar Hong Kongdagi mustaqilchilarni qo'llamoqchimi? Bundaq niyatinglardan yininglar deb sakrab ketgan. Bu yig'inda Wang Yi xuddi Alyaskadagi yig'inga o'xshashlar ko'kamalik qilgan. Xitoyning maqsadi bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong qatorliq yerlardagi xalqlarga mustabid rejim ipag'an bo'lsa, tashqi jihatda Xitoy hukumati kengaymichilik ilib borgan. Xitoyning bu tahdidiga nisbatan Yaponiya davlati Tayvanni qo'g'dash uchun Tayvanga yaqin bo'lgan bir orolga boshquriladigan bomba qismini o'rnashtirgan. 300 dan ortiq boshquriladigan bomba maxsus Xitoy hukumatiga qaratib tiklangan. Bu boshquriladigan bombalarning turi yerdan havoga nishon qo'yib beradigan, yerdan Xitoyning muhim strategik o'rinlariga qo'yib beradigan boshquriladigan bombalar bekitilgan. Bu vaziyat Xitoy hukumatiga nisbatan og'ir tahdid bo'lgan. Undan boshqa tunugun Joe Biden hukumati Tayvanga muhim qurollarni setib berishni jakolagan. Shuning bilan birlikda Tayvanga alohida bir xil harakatchanlik zambirakdan 40 donani setib bergan. Bu yangi tipdagi o'zi yo'tkilishchanlik zambirakning o't kuchi normal bir zambirak atritining rolini o'rindaydi ekan. Tayvan Xitoy qarta o'zini qo'g'dash jihatda texmi zo'r kuchga ega bo'lgan. Xitoy hukumatining tashqi ishlar ministri Tayvan ishlariga mas'ul bo'lgan ishxonalari bevosita Amerika qarta noroziligini bildirgan.